Ustoz, Ha. bitta narsa so'rasam maylimi? Uzr-olma ustoz. Ha. Shu ijtimoiy tarmoqlarda bir videolar qilib harakat qilib turibman deng. Ha, turibman. Ha, shu haligi ayollarni ovozda ozmoz gapiryapman-da. Shuni haligi qora akalardan ham so'rayman deb hech haligi so'raolmayapman. Shuni sizdan so'rasam degandim ustoz. Yo'q, shuni iloji bo'lsa qilma, shundan kech. Ba'zida shunday bo'ladi, ba'zida kechishga to'g'ri keladi. Ijod shunaqa narsa. Shu. Hozir shunda ham qiz bolani qilig'ini qilib, qiz bolani gapirib boshqa saminamiz o'g'il bolamiz uka. Odamlarga yoqishi mumkin, xalqqa yoqishi mumkin. Ayol kishini ovozda bir narsa qilsak, hammaga yoqishi mumkin. Illo Xudoga yoqmaydi uka. Allohga yoqmaydi uka. U bizni o'g'il bola qilib dunyoga keltirdi, o'g'il bolacha qiliq qilaylik uka. Shuning uchun ayrim bir narsalarda ham san'atda kechishga ham to'g'ri keladi. Mana shundan ko'p o'tgan, kechib ketishga to'g'ri keladi. Shuni daromadidan ham, shuni olqishidan ham, shu mashhurlik olib keladigan bo'lsa, shu narsa zo'r bo'ladigan, shundan ham ketishga to'g'ri keladi. Ha, shuna bo'lyapti-da. Hamma emas uka, qara o'zingga. Men aytib qo'ydim, meni fikrim men qilmagan bo'lardi. Men qilmaganman shu paytgacha qilmayman ham. Tushundim ustozim sizni. O'rniga boshqa narsa top. Xo'p bo'ladi ustoz. Mani maslahatim shu, yana o'zing bilasan. Xo'p bo'ladi ustozim. Davay, bo'pti gaplashamiz. O'zi ehtiyot qiling ustoz, salom ayting.